Sizlarga shuni aytib ketmasam bo'lmaydi o'rtoqlar. Chunki mana ko'pchilik yozyapti yoki o'zimiz hamda taksichilikdan ham tirikchilik qiyin bo'lib ketyapti. Orttirish qiyin. Hamma yo'q yuk mashina bo'lib ketsa, hamma yo'q mana Isuzu olaman desa ham qimmat yuk mashina, ish kam qolyapti o'rtoqlar. Sizlarga salqinda, misol uchun konditsionerda maza qilib, kuniga soatiga pul topadigan biznes bor o'rtoqlar. Ko'ringlarchi, mana top-toza g'irt koreyskiy mana ekskavatorlar bir emas, ikkitasi sotilyapti. Shuni sizlarga tezkorlik bilan Jamol aka, bu o'tgan safarga emas, o'tgan safargilar nima bo'ldi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hurmatli hamyurtlar, jigarlar, hammalaring yaxshimisizlar avvalambor? Chustda turibmiz. O'tgan safardagilar sotilib ketdi. Sotilib ketdi. Turmaydi. Chiqadi, sotiladi, yana chiqadi, yana sotiladi. Hop, bir emas, ikkita sotilyapti o'rtoqlar. Bu o'tgan safargidan ham saxsinasi zo'r aka, xudo xolasa. Zo'r, ideal holatda kamchilik yo'q. Xudo xolasa faqat olib, ishlatsa bo'ldi. Ishlatsa bo'ldi. Bitta savolga javob berib keting. Meni kommentimni ham ko'pchilik yozdi. Bunda 300 mingdan ishlamaydi, 200 mingdan ana yotibdi. Ana o'sha gapingizga kommentga yozishsin. Menga bir Qashqadaryoni kitob degan joydan bir akaxon telefon qildi. Mana nomeri bor menda. Kommentga tashab qo'yaman. Aka bizda 500 ming, 600 mingdan soati olib keling traktoringizni deyapti. Bir sezon polni ish topib beraman dedi. Ya qoyil otangizga gap yo'q dedi. Mana o'qidim siz aytgandek kommentlarni. Kanalda bo'yida 10 ta turadi, 5 ta turadi. Akalar, bitta narsani tushuninglar. Karvon ko'p, rizqi bo'lak. Bizda ham bozorimizda 50 ta, 100 ta, 200 ta Damas turadi. Petaylarda 100 tadan Isuzular turadi. Akalar, bunaqa texnikalar 100 tadan turmaydi, akalar. Buni mazza qilib olib ishlatsa bo'ladi, mazza qilib pul ishlasa. Men uchun Azbek bir gapda fura olib minib Yevropaga yo Rossiyaga qatnab, tamojlarda ochlik turib, gaylarga pul berib, yana yo'l naloglarni to'lagandan ko'ra, mana o texnikani olib, buzdakini stroykada konditsionerlarni ishlatib olib, jaqqilatib pul ishlagan yaxshi. Zato bola chaqqani oldida, uyingizni oldida bir qadam qo'ysangiz uy, ikki qadam qo'ysangiz ishxona. Xudo xolasa 1 yil furami, katta yuk mashina olmay turing. Xudo xolasa bunda daromad katta inshaalloh. Zo'r akalar, ishonaveringlar, xudo xolasa. Aka, tanishtirib ketaveraylik endi buni. Xo'p, ma'lumotni berib o'taveramiz. Mana 2012-yil akalar, yili. 2012-yil. Holati idealni. Xo'p, komplektimizda qaranglar mana. Kichkina transhey kosh, sredniy kosh, katta kosh, отбойный молотоgi ham bor. Molotoglari ham bor. Отбойный молотоgi ham bor akalar. Xudo xolasa olib faqat ishni qiladigan, ishlatadigan holat. Balonlarimizning holatlari yaxshi, yomon demaymiz. Xudo xolasa yangi bo'lmasa ham 80-90% holatda turibdi. Motorlarda moy yeyishi yo'q, bir qaynab ketish, bunaqa narsa bo'ladi yo'q. Akalar, bu haqiqiy koreyskiy texnika. Koreyskiy texnika, yana o'sha gapni aytaman, любой joyda o'z so'zini aytaveradi akalar. Mana motor xonalarini bitta ko'rsatib o'tamiz. Xitoy aralashmaganda, to'g'rimi aka? Bu yerda Xitoy zapchasi yo'q. Bu yerda даже Yevropaniki ham yo'q. Bu yerda hamma yo'q. Xudo xolasa Koreya motorlarni ishlashlari отлично. Kamchilik deyarli yo'q texnikada. Bu 55 talik deydi aka. Bu 55 talik mini Hyundai ekskavatorimiz akalar. Bu yosh bola ham shuni tashab qo'ysa bo'laveradi. Juda qiyin emas buni ochish. Xo'p, aka, bitta savol. Hech qanaqa suvarka tekkan, ramalar. Yo'q, ramalar but-butun mutaxassislar bo'lsa olib kelib ko'rsatib olsin. Suvarka tekkan, yorilgan joylari yo'q. Hamma yo'q idealni, salonlar zo'r. Konditsioner 100 ga 100 ishlaydi akalar. Hamma yo'q ishlab turibdi. Muzdek, moy yemaydi. Xudo xolasa mana kamchiligi yo'q holat. Shuni olishadi. Aza qilib ishni yurgizsa bo'ldi. Silindrda ham ko'ringlar. Silindrlari zo'r xudo xolasa. Prosta buni biz kosmetika qilib qo'yilgan ag'bag'ini. O'shanda bir kraska tekkan bo'lishi mumkin. Atak silindrda unaqangi moy yoqqan, Bu Jamolga 2012 Koreyskiy Hyundai necha pul qilib beramiz aka, xudo xolasa? Xudo xolasa bunimizni puli Azbek, bizda o'sha gap juda uzoqdan yurmaymiz. 44 ming deyapmiz. Kelishiladi. Yashang. Xudo xolasa aka. Xo'p. Bunisi saxsinasi undan ham yaxshiroq ekan aka bu. Bu 2015 Azbek. 15. Bu 15. Bunda faqat отбойнигimiz yo'q, 3 ta kovushi bor. Hozir bitta kichkina kovushimiz uyda qolib ketibdi. Hozircha 3 ta kovushi bor. Mana undan yo'q. O'sha отбойнigi yo'q. Qolgan joyi hamma yo'g'i zo'r. Bu ham holati idealni, kamchiligi yo'q. Balonlari yangi bosilgan.
Xo'p, motorlar moy yemaydi, nasoslarda ishi yo'q, hamma yog'i cho'tka ishlab turibdi texnikamizda akalar. Cho'tkiga haqiqatan buni. Kelasizlar, xudo xolasa, olasizlar, mana buni ham bitta motorxonalarni ko'rsatib qo'yamiz. Qaranglar. Holatlari idealni, hech qanaqangi bir kamchilik, tutash, moy ish degan narsalar bo'lmaydi, xudo xolasa. Bizdan olsanglar inshaalloh akalar, maza qilib ishlataverasizlar. Jamol aka, bularda zapchast haqida ham ma'lumot bering. Zapchastga qiynalmaydimi? Zapchast muammo emas. Bizda Namanganda, Chustda buni Premoy Koreyadan olib keladigan akalar bor. Zapchast. Yana bitta narsani aytaman akalar. Buni markasi ko'p. Masalan, bular Hyundai 55 talik bo'lsa, buni Dossan degani bor. Buni Samsung degani bor. Birinchi chiqqan Oqbosh deyiladi. Ko'p xili Volvo degani bor. O'shalar ichida eng hadavoy, zapchast topish oson, uncha-munchaga joni qattiq, yeri ham shuna kimligini kovlab oladi deydi-ku, mahkam mana shu bo'ladi. Ham ixcham, uncha-muncha joyga sig'ib ketaveradi. Bu sig'ib ketaveradi. Bu haqiqiy nima desa bo'ladi? Damas xullas. Damasda hali kirib ketadi nima joyga. Bu liboy joyga o'tadi. Bu uncha-muncha ariqdan ham sakrab ketaveradi. Buni ishlatganlar biladi buni. Qisqa universal. Xullas, Jamolniki mana oynalari ham, loboy ham ochiladi dedi. Bu mana loboylar tepaga ochiladi, ko'tariladi. Xohlasa oynani ochib qo'yib ishlasin, shabada qilib, mana eshiklarni ochib qo'yib. Xohlasa konditsionerlar ishlaydi akalar. Konditsionerni ishlatib, maza qilib ishlatsin. Bu ham Jamol aka, bu ham butun ramalari hamma yo'q idealni, kamchiligi yo'q. Oladi, faqat gazini bosish kerak bo'ldi akalar. Haqiqiy pul ishlaydigan yaxshi texnika. Luboy tomonlama solishtirib ko'ringlar. Yana bir fikrlaringizni, izohlaringizni kommentariyada albatta qoldiringlar. Xohlasanglar negativ qoldirsalaring ham rozimiz. Ammo negativchilik ko'payib ketibdi akalar. Texnikani ko'ryapsizlar. Xudo xolasa kamchilik yo'q. Buni nech pul qilib beramiz? Bizga ayting obunachilarga. Obunachilarga bo'lsa, agar siz kanalingizdan kelishsa, notarius salisi, oldi sotisi mendan bo'ladi. Xudo xolasa bonusiga kelyapsiz. Bonusiga. Buni 50 ming deyapmiz, kelishtiramiz. Kelishadigan joyi bor. Yog'i qolgan ma'lumotlarini, bu yerda berilmagan ma'lumot telefonda batafsil, podrobni deydi hali kinoda. Bemalol telefon qilinglar akalar. Farqi yo'q, Rossiyadagi aka-ukalar biz aytmaymiz, hali 12 dan keyin, 9 dan keyin uxlayman. Yo'q, kurrugli sushni ishlaydi telefon. Xohlasa soat 1 da telefon qiling, javob beraveramiz aka. Dokument ish yo'q aka? Yo'q, dokumentlari cho'tki, kamchiligi yo'q. Xohlasa gen, xohlasa o'tkazib olishsin, muammosi bo'lmaydi dokumentda. Aka, rahmat. Chustga kelinglar, xudo xohlasa chust oshini yemabsiz. Oshlardan yeb akalar, maza qilib ketasiz dedi-ki. Xudo xohlasa. Texnikani zo'rlari, texnikani donaylari bizda akalar. Ishonmasanglar, Vez vohadan ko'pchiliklar olib ketishyapti. Namangan, Chust mutaxassislar ham zo'r akalar bu texnikalar bo'yicha. Keyin yana bitta, bu akaga agar mabodo zapchast kerak bo'lsa, dastavkani qilib berishaveradi. Masalan, vohadagilar xuddi shunday. Changanni zapchastini so'rashadi. Asobiy koreyskiy texnika bo'lsa yaxshi. Bizda telefon qilishyapti, Xitoy zapchast so'rashyapti. Xitoy texnikalarga yo'q. Bizda Xitoylarga yo'q akalar. Bizda faqat mana shunaqangi koreyskiy texnikalarga, ekskavatorga agar so'raganlar bo'lsa, biz любой zapchastni topib chiqazib beramiz. Haligilarga Dongfeng changanlarga ham qilib beraverasiz, zapchastlarni. Ularga ham u o'zimizni oldingi ishimiz-ku. U to'xtamayapti. U to'xtamay qilib beramiz. Bo'ldi, o'rtoqlar, telefonni qilinglar, vaqtlaringni olmoqchi emasmiz. Shu nomerlarga aloqa chiqinglar. Telegram ham bor shu nomerda. Rahmat aka, kelaverasizlar mana, tayyor sotilyapti.